2026 yil 15 aprel sanasiga kivi noklarimiz tagi 6 yashar 7 yasharli nok meva olmasdan mana shu holatda kesib tashlayapmiz. Buni o'tgan yil iskana solganmiz mana. Bu yil hosilni qaranglar, 20 tadan ko'p hosili bor. Yoshlar, kivi noklar ichida eng erta hosilga keladigan nok hisoblanadi. Mana akalar, mevasini tushirib yuborgani ko'z qiymayapti. Ikkitadan shox titrab osilib ketmasinga to'g'irlab qo'ydik akalar. Hammasini xudo xolasa shu kivi nokdan iskana solib qo'yamiz. Buni ko'chatlari ham xuddi shu holatda erta hosilga kiradi. Ekasiz 1 yildan keyin shunaqangi nishonasini ko'rsatadi. Mana kivi nok haqiqiysi shu bo'ladi do'stlar. Kimga buni ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishlari mumkin. Kuz oyiga tagi nok deysizlarmi? Tagi behiya payvand bo'lgani deysizlarmi? Hammasidan bor xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat hammalarga.